Tug'ilgan kunga menga Tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz desamda. Xullas o'rtoqlar, mana Mirzo Ulug'bek tuman ro'disidamiz. Advokatimiz shu yerda. Yigitlarimiz chiqib kelishyapti. Sardor qanday bo'ldi? Ichkarida havo yaxshi ekanmi? Ob-havo qanday ekan? Yaxshi nafas oldinglarmi? Bunyod aka ozgina ko'rib chiqdingizmi? Qanday? Kayfiyat qanday kayfiyat? Mazza qanday? Kayfiyat zo'r. Mana advokatimiz har doimgidek biz bilan yonma-yon jondosh to'polon qilib, trevoga qilib. Qanday Jahon? Yo, mana endi shu ichki ishlar xodimlari bizni olib ketdi. Ichkariga kirdik. Shu huquqlarimiz bilan keyin tanishtirib, yomon muomalada bo'lishmadi-yu. Lekin olib ketishgan holatidan biz baribir norozimiz. Unga nisbatan biz tegishli arizalar beramiz, albatta. Lekin ichkarida hech qanaqa masala bo'lgani yo'q. Ichki ishlar boshlig'ini o'zlari bilan ham suhbatlashdik. Yomon inson emas, men azaldan taniyman o'zi. Holat unchalik jiddiy emas. Mana advokatimiz ham keldilar. Biz olib chiqqan materialimiz bo'yicha alohida hokimiyat tomonidan ma'lumot beriladigan bo'ldi va uni biz to'liq materialni tez kunlarda e'tiboringizga havola qilamiz. Lekin boyagi narsani men tushunmay qoldim. Haqiqatan kelib, hech kimni tanishtirmay, boshqa qilmay, qabr boshligiga bosib ketish holati bo'ldi. Formada ham emas. Va u bo'yicha biz albatta o'sha qonuniy javobgarlik masalasini so'raymiz. Ko'ramiz nima bo'ladi yakunan. Sherzod aka o'sha tashlagan videoyimda shaxsan o'zimizga ruhiy bosim bo'ldi. Olib ketish jarayonida nima sababdan olib ketishayotganini aytishgani yo'q bizga. Faqat telefonlarimizni so'rashdi. Biz qonuniy asosda telefonlarimizni, kameralarimizni olishga prokuror sanksiyasi yoki sud ruxsati bilan beramiz deyilgandan keyin nimaga avtobusga chiqarishdi. Avtobusga chiqarib turib, ishlar Rovodaga olib kelishdi, Mirzo Ulug'bek tuman Rovodasiga. Lekin ichkariga kirganimizdan keyin o'sha tezkor vakillar tomonidan hech qanaqa bosim, boshqa narsa bo'lgani yo'q. Biz faqat o'sha noroziligimiz bizni nima sababdan olib ketishgani, ishlatib nima sababdan olib ketishganligi bo'yicha demak tegishli davlat organlariga ariza beramiz. Yigitlar hammasi chiqishdi. Xurshida qanday? yaxshi. Kayfiyat? Suhbatlashdik. Ya'ni haqiqatan bolalar aytgandek ichkarida hech qanaqa bosim bo'lmadi. Tezkor xodimlari juda chiroyli muomalada bo'ldi. Endi o'sha video chiqqan bo'yicha endi munosabat kutib qolamiz. Ya'ni huquqlarini tushuntirmasdan mashinaga olib kelib hech qanaqa bir asossiz olib kelganligi holati bo'yicha. Bugun sen tug'ilgan kuning. Nima deydi? Eng gullagan 18 yoshga to'lding. Shuncha obunachilarimiz